Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunning burunusida bir boy bo'lgan ekan. Boy o'zining yashinib qolganligini ko'zda tutib, boyliqlarini 3 o'g'lining birisiga miros qoldirishni o'ylabdi va 3 o'g'lini chaqirib mundoq debdi: "Bolalarim, men yashinib qoldim. Shunga boylig'imning ko'p qismini uchinglardan biringlarga miros qoldirishni qaror qildim. Uchinglarga bir oy vaqt beraman. Sizlar jahonni aylanib qaysanglar eng oliyjanob ishdan birini qilgan bo'lsanglar, boyliqni shuningga miros qoldiraman" debdi. Bir oy vaqt nihoyat tezla o'tib ketibdi. Bolalarimi jahonni aylanib qaytib ketdi. Boy bolalarini chaqirtib, ularning qandoq oliyjanob ishlarni qilganligini so'rabdi. Birinchi bo'lib cho'ng o'g'li so'z boshlabdi. "Dada, men jahonni aylanayotgan vaqtimda bir puldor kishiga yo'liqdim. U menga bakmi ishinatdi. Bir kuni u menga nihoyat ko'p oltinni berib, saqlab berishimni aytdi. Biroq bir mezgildan keyin u yo'qolib ketdi. Men ko'p izlab uni topolmadim. Shuning bilan men u bergan oltinlarga ko'z qirimni solmay, uning oilasidagilarni tepib, oltinlarni uning tuqqanlariga topshirib berdim" debdi. Cho'ng o'g'lining hikoyasi tugagandan keyin ikkinchi o'g'li gap boshlabdi. "Men jahonni aylanayotgan vaqtimda bir Namrat mahallaga kelib qoldim. Bu mahalladan o'tayotganimda bir kishining suvga cho'kib ketayotganligini ko'rdim va uni qutqizib oldim. Shundaqla uningga nihoyat ko'p pul berdim. U endi hayotining oxirini bayoshat o'tkazalaydi" debdi. Ikkinchi o'g'lining kechirmishini anglab bo'lgandan keyin boy kenji o'g'liga qarabdi va "O'g'lim, sen qanday ishlarni boshdan kechirding?" debdi. Kenji o'g'il mundoq debdi: "Dada, men ikki akamdek undaq yaxshi ishlarni qila olmadim. Biroq men safardagi vaqtimda bir eski niyatli kishiga yo'liqdim. U yo'l bo'yi meni qaslab yenimdagi pullarimga erishmoqchi bo'ldi. Hatto necha qatim uning qo'lida o'lgili tasli qoldim. Bir kuni men bir tog' yo'lda ketayotgandim. Yo'lda haliqi yomon niyatli kishini ko'rdim. U bir tog' cho'qqisidagi daraxtning ostida uxlab yotibdi ekan. Agar men uning yoniga berib, ozroqli kuchab uni ittirvassam, u hongga tushib ketadi-da, halok bo'ladi. Biroq men unda qilsam bo'lmaydi deb o'yladim. Shuning bilan men yanına yo'limga ravon bo'lmoqchi bo'ldim. Biroq yanada xotirjam bo'la olmadim. Agar u uyquchilikda yerdan tushib ketsa, yomon bo'lmamdi deb o'yladim. Shuning bilan uni yoniga berib, uni uyg'otib qo'yib, andin yo'limga mangdim" debdi. Boy uchinchi o'g'lining gapini anglagandan keyin rozimanlik bilan beshini langishtirdi va mundoq debdi: "Cho'ng o'g'lim samimiy, oltin ko'rsimi ko'z qirni solmabdi. Ikkinchi o'g'lim haqiqiy mardona odam bo'pti. Biroq men boyliqimni uchinchi o'g'limga qoldirishni qaror qildim. Chunki u o'zining dushmanidan o'ch olishga tamoman qodir turib, aksicha uningga yordam qilibdi. Bu odatdagi kishilarda oz uchraydigan oliyjanob xislat" debdi. Do'stim, sizningcha buvayning qarori to'g'rimi? Agar siz bo'lsangiz qanday qilardingiz? Ko'z qarashingizni inkos qoldirishni unutmang.